GM'dan Sida olgan yaxshimi yoki Jackdan Lichtbek? Gelin görüp chiqamiz. Siz ungacha bizlarga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Like'ni ayaman. Deylik GMdan Gentra yoki Onyx All100 uni albatta salondan olib chiqqandan keyin doğru ustaxona olib borasiz. Sabab balonni almashtirish kerak, diskga qo'ydirish kerak. Agar lyuk yo'q bo'ladigan bo'lsa, lyuk qo'ydirish kerak. Keyin Gentra Malibu bar bilan Malibu rul qo'ydirmasa, Gentra deb bo'lmaydi uni. Doğrusam Malibu rul ham $150 turadi. Keyin chexol qo'yish kerak, koja attirasangiz keladi salonni bo'lmasa, keyin shumka attirish kerak shovqin o'tkazmasligi uchun do'rim. Kamina Gentra'ning расходi 15-16 litr bo'lib turibdi. Polirovkasi, lyuki, kojniy saloni, boshqa hamma qulayliklari, diska ballonlar ham sifatlisidan qo'yilgan. Xitoy inomarka Jack G7 ni ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, umuman xarajatlarsiz 3 yilgacha bemalol haydab bersangiz bo'ladi. Расход ham 6 litrdan o'tmaydi. 1.5 turbo motor, 134 ot kuchidan iborat Euro 5 standartlarini bemalol javob beradi. Onyx ni bilasizlar, 1.2 motor bo'ladi. 132 ot kuchidan iborat bo'ladi. Uni ham расходi normalniy. Onyx ham metan qo'yib bo'lmaydi, propan qo'yish kerak yaxshi tortish uchun, lekin G7 ga metan ham bez problema tushadi. Oq bilan qora rangni xorib ketganlar uchun Mia 5 ni svet polirovkadan umuman shart bo'lmagan quyoshga chiqsa, ko'zingiz qamashtirib beradi. Svetda Malibu'ni vidini beradi. Uzunliklar ham Malibu'dan ozgina qolishadi, lekin Gentra'dan o'tadi. Bu mashinamiz avtomat korobka, salonlari eko-kojadan bo'ladi, rullari elektronniy, multimedia hamda kurs kontrol tugmachalari bilan, monitori daftar dengaladi, konditsioner pechkasi zo'r qizdiradi, zo'r sovutadi. Orqa dizaynini ko'rishlaringiz mumkin. Dum xo'shroy, stop faralari shunday uzun bo'lib yonadi. Gentra olgandan keyin bir optrafar qo'yish kerak. Zadniy kameralari bor. Buni lichtbek deb atalishining sababi bagaji, orqa oynasi bilan birgalikda ochilishi va 2 karra kattaligida boshqa mashinalarga qaraganda. Bemalol metandan qo'yasiz, bir oylik produktdan yuklaydigan joy qoladi. Bu modelimizni Toshkent Motors Xorazm filialidan boshlang'ich 30% to'lovni amalga oshirib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Pastdagi nomerlar orqali bizlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Bizlarni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda Jack G7 bilan Gentra'ning 0 dan 100 sekundda chiqishini solishtirib ko'ramiz.